أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال: وإن نوى أقل من ذلك فهو مسافر. O'tganki darsda musafir kishi bir joyda, bir yurt yoki bir kent, bir yezida 15 kun va uningda ortiq turishini aytib qolsa, muqim hukmida olib to'liq o'qiydi degan. Ya deydi, uningda oz turishni niyat qilib qolsa, musafirning hukmida. Yani ikki rakat qasr qilib o'qimayverdi. Va in tala muqamuhu. Niyat qilishda 15 kundan oz niyat qilib, lekin ketiman deb uzun turib ketib qolsa, atamama, o'g'imama, yo aeroplan to'xtab ketgan, yoki muzog'a chiqqan mashina bo'lmagan, bunda ahvoli bo'lib qolsa, yoki o'rin chiqmay qolgan, sigir taqilib ketgan, bunda ahvol bo'lib qolsa, uzun turib ketsimi, musafir hisobida qasr qilib o'qiyverdi. لما روي أنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة. Bunun delili Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tabuk'ta 20 keç qo'ngan, 20 kechi jarayonida namozni qasr qilgan. Ba'zi rivoyat 19 kun, ba'zi rivoyat 20 kun degan bo'lishi mumkin. Va an Anas قال: أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوس 9 أشهر يقصرون الصلاة. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahoba kiramlari Sus degan Xuzistondagi, hozir Irondagi Sus degan joyda 9 oy turib qolgan. Jihad uchun borgan vaqtida bir qal'ani muhosir qilib, yo shu Sus degan joyni muhosir qilib 9 oy turib qolgan. Shu jarayonda namozni qasr qilgan dedi. Bundan boshqa sahoba kiramlardan kelgan bunday rivoyatlar xil ko'p. Ba'zi bir joyda 6 oy turib qolgan, mancha oy turib qolgan deydi. İmam Tirmizi yaptı ve nasıda bab ma jaa fi kam tuqsaru salatu ecma'a ahlul ilmi ala anna lil musafiri an yaqsura ma lam yujma' iqamatan ve in ata alayhi sinun. Bir necha yil ayna turib ketsimi, esa turma deb niyat qilmagan ekan, qasr o'qiyverdi deganligida ulamolar ijmo' qilgan debdi. قال: ومن لزمه طاعة غيره كالعسكر والعبد والزوجة يصير مسافرا بسفره مقيما بإقامته. Başqalarga itaat qilish kerak bo'lgan, boshqalarning boshqurishi ostida bo'lgan askarlar, qo'l, malay va xotin bolchaqalar shu beshininki safar qilish bilan musafir bo'ladi, turish niyatini qilish bilan muqim bo'lib ketadi. Çünkü bular niyat qilsimi, ma'ada bilan o'pmagan bo'lg'achqa. Li'annahu la yumkinuhu mukhalafatu. Yo'q, men niyat qilgan, amanchilik turtdim demaydi bular. Qala wal musafiru yasiru muqiman bin niyya. Musafir kishi niyat qilish bilan muqim bo'lib ketadi. Niyat mishada hozir safar qilmayman, bo'lmasa muqim turma degan niyat. Lima bayyana degan ishorat. والإقامة بالنية وبدخول وطني ديان شو تهليل أساسا. إلا العسكر إذا دخل دار الحرب أو حاصر موضعا. فقلنا مجاهد لا عسكر لا دشمنن ديار كرب قاسا فتح قلشون ياكي برا جاينا محاصر قاسا قرشو قاسا بولنا نيتي سبا ما سمج نيت ينجتن أورنيوق لأن إقامتهم لا تتعلق باختيارهم. Çünkü bularning bu turishi bularning o'z ixtiyorligida emas. Li'annahum, çünkü bular law nawaw al-iqamata turimiz deb niyat qilib qolsimi, summa nazamu, ya yengilish bo'lib qolsa, ya chekinish ahvollari yuz berib qolsa, insarafu fala tasihhu niyatuhum. Niyat qildik degan bilan yengilib qolgan holda chekinishga majbur. Navnikin bunning niyati hisob bo'lmaydi demoqchi.
Yani turush tumasqa o'zining qo'lida emas. Qala va niyatul iqamati min ahli al-akhbiyati sahihatun. Ahlul akhbiya shedirda yashaydigan xalqlar. Xiba bizda masalan qirg'iz qozoqdek. Yani kal akrad va turkman dedi. Kurdlarga o'xshash, turkmanlarga o'xshash, arablarga o'xshash. Fi sahra val kala. Bular sahroda, cho'llarda yayloq izlab yuradiganlar. Bular ketib mushu yayloq bakemishada, suv bakem, o't bakem, mishad 15 kun turimiz deb qolsa, niyat hisobda. Xuddi shaharda yashaydiganlar bir kentda ya bir shaharda o'sha 15 kun turimiz o'xshash. وَلِأَنَّهُ مَوْضِعُ إِقَامَتِهِمْ عَادَةً. Yani bir tarafdan deyishki bo'ladi-ki, aşı joy ularning odat turgan joyi shu. فَهُوَ فِي حَقِّهِمْ كَالْأَمْصَارِ وَالْقُرَى لِأَهْلِهَا. Demak u aşı kishilarning haqida, aşı ko'chman xalqlarning haqida xuddi bizga nisbatan shahar kentlarga o'xshash. قال ولو نوى أن يقيم بموضعين لا يصح. Kishada turman deb niyat qilib qolsa, to'g'ri bo'lmaydi. Chunki iqomat qilib turishninki bir sharti, joy bir bo'lishi lozim. Bir odam ikki joyda tura olmaydi bir vaqtda. Ya ikki joyda qo'na olmaydi deganda. إذ لو صح في موضعين لا صح في أكثر. Chunki ikki joyda muqim bo'ladi deb qolsak, ikki joydan ko'proqdan muqim bo'lsa-da. وأنه ممتنع. ikki va uningdan ko'p joylarda bir vaqtda unda qo'nolmaydi. Deganda ikki shaharda uyi bor kishi bo'lib qolsa, yaqin ikki shaharda masalan. Hozir o shaharlar jiroq o'smay yaqinlab ketdi. Ikki shaharda uyi bor, ikki ayoli bor. Ikki shaharning oraliqida qanday tijorat qilib turgan kishi bo'lib qolsa, ikki shaharda muqim hisoblasak bo'ldi. Bir vaqtda ikki shaharda qo'nmasimi, anında bir kun, manda bir kun, anında 2 kun, manda 3 kun bunda qo'nadi. İlla an yabita bi ahadihima. Faqatlam ikki shaharning birisida qo'nab qolsa, fatasihhun niyya. Ashu qo'ngan joyda shu turish niyati shu to'g'ri bo'ldi. Yani qo'ngan joy shu iqomat qilib turgan joy shu demakchi. Lianna mawdi' al-iqamati mawdi' al-baytuta. Chunki iqomat qilib turgan joy qo'nadigan joy shu. Ala tara anna as-suqiyya yakunu fi an-nahari fi hanutihi wa yu'addu sakinan fi mahallatin fiha baytuh. Qaramamsan deydi. Bozorga chiqib tijorat yoki bir shovqat qilgan kishi kunduzi do'konida bo'ldi, ondan turadigan, qo'nadigan shu uy va mahallada muqim turadigan kishi hisoblanadi. Undan keyin uy va joyda muqim turadigan kishi deb qaraymiz. Lekin do'kon oyada muqim turadigan kishi demaymiz. Do'konga chiqib bo'lgan. Qala wal mu'tabaru fi taghyir al-fard qasran wa itmaman akhir al-vaqt. Yani bu vaziyatda namozdanki gadanga vojib bo'lib ketadigan vaqtini namozning oxirgi vaqti dedik. Oxirgi vaqti bir qarashda namozning farzini o'qib olishlik vaqt qolgan chog'da gadanga vojib bo'lib ketadi. Yani bir qarashda quloq qoqchilik vaqt bo'lsa, gadanga vojib bo'lib ketadi shu chog'da degan qarashi bor. Oxirgi vaqti farz bo'lgan chog' shu, yani gadanga vojib bo'lib ketadigan vaqt shu desak, qasr qilish yoki to'liq o'qish masalasida shu oxirgi vaqtni hisoblaymiz. Masalan, oxirgi vaqtda, masalan, peshimning vaqti 10 minut qolgan bo'lsa, shu 10 minut qolgan chog'da musafir bo'lib qolsa, 2 rakat o'qish lozim. Shu chog'da muqim bo'lib qolsa, 4 rakat o'qish lozim. Shafiy mazhabda avvalgi vaqt deydi. Dastlabki vaqtni hisoblaydi. لأن الوجوب يتعلق بآخر الوقت. أنا في مذهبته واجب لك وقت آخر غاك شتسلك. biz bu masalani bir bayon qilib o'tib qo'ygan. Hatta law safara akhir al-vaqt qasara. Shunga ayna bo'lg'achqa vaqtning oxirgi paytlarida safar qilib qolsa, namozning vaqti chiqishga 10 minut qolgan chog'da safarga otlansa, qasr qilib o'qiydi. Shu chog'da musafir bo'lsa, qasr qilib o'qiydi. Yo'q, namozning vaqti kirgan chog'da men muqimtim, hozir safarga ketayotgan bo'lsammi, to'liq o'qishim lozim demaydi. Asas sebebi olamo namozning vaqti chiqishga 10 minut qolgan chog'da balog'at kelgan bo'lsa, namoz vojib bo'ldi.
Hayızda ayol namoz vaqti 10 minut anchada pak bo'lsa o'qishi lozim namoz. Namoz vaqti 10 minut qolgan bo'lsa, kasal bo'lgan bo'lsa, bo'ldi keyin saqaygan chaqda u namozni o'qimaydi. Yo'q, namoz vaqti kirgan chaqda men 1 soat, 2 soat pak holat etdim degan gap. Mushu munosabat endi jiq masala chetiladi. Wa in aqama al-musafiru akhir al-vaqti tammama. Musafir kishi namozning oxirgi vaqtida shaharga yetib kelib, uyga kelsa, to'liq o'qiydi. Lima bayyana li'anna al-wujub yata'allaqu bi akhir al-vaqt. Agar yo'ldagi vaqt bilan kirishdan avval namoz vaqti bo'lgan bo'lsa, shu qasrga o'qidi. Lekin bo'ldi katta. Qasrga o'qisa bo'ldi katta. Lekin o'qimagan bo'lsa, uyga kelib bo'lgan bo'lsa, namoz vaqti taqib bo'lsa, to'liq o'qiydi. Uyga 5 minut qolgan chaqda shu uyga borg'icha musofir. Ha. Uyga kelib bo'lgandan keyin ya shu shaharga kelib bo'lgandan keyin deylar. Uyga borgansa shu namoz o'qishdan burun o'qigan yaxshi. Afzallik shu. Çünkü uyga borsa, balcha qilib yonishib, odam so'rab shunlarni o'qimay qilishi mumkin. Qala va la yajuz iqtida'u al-musafir bil-muqimi kharij al-vaqt. Musafirning muqimga iqtido qilishi albatta kharij al-vaqt demaydi. Lekin fil vaqti desak, namoz vaqti ba, ha? Ketmagan chaqda musafir muqim musafirga iqtido qilsa bo'lardi. Bunda talash yo'q. Lekin talash afzallikda. Kim kimga iqtido qilishi afzal deganda balki hamda ba'zilar muqim musafirga iqtido qildi o'sha afzal deyish mumkin. Makka fathida Rasulullohga iqtido qildi shuni, ammo biz bu to'g'riliq bahslagan. Hamda namoz vaqti chiqibdi. Musafirmi vaqtida o'qiyolmagan, muqimmi vaqtida o'qiyolmagan holatda bo'lib namoz o'qiylar debdi. Bunda ahvolda muqim kishi musafirga iqtido qilsa bo'ldi ekan. Lekin musafir muqimga iqtido qilsa bo'lmaydi. Li taghayyuri fardihima. Chunki ularning farzi bir-biriga o'xshash emas deydi. Va qad taqaddam degan bina'ul qawiy ala daif la yajuz degan masala. Bu qanday olib bina'ul qawiy ala daif bo'ldi? Dal musafir bil muqim. Mesela dal vaqtida musafir muqimga iqtido qilsa, musafir muqimga iqtido qilgan ekan, bu oxir qadar birga o'qib to'liq o'qish lozim. 4 rakat o'qish lozim. 4 rakat o'qish vojib. Lekin vaqti ketgandan keyin buning farz bo'lgani o'qish kerak bo'lgan 2 rakatlar. Ya'danga otilib qolgan 2 rakatlar otilib qoldi. Yo'q, muqim iqtido qilsa 4 rakat o'qiydi. Muqim iqtido qilsa 4 rakat o'qish kerakdi. Lekin vaqt ketgandan keyin unda emas. Hozir ikkisini farqlantirdi. Vaqt ketgandan keyin Ya shu hozir buning farqini bayon qilib berdim. Chunki 2 rakatdan keyingi o'tirish qodul avval musafirning haqqida farz yoki rukn deymiz. 2 rakat o'qish kerak. 2 rakatni shunda sajdadan turgandan keyin o'tirish lozim. Ondan keyingi 2 rakatni buning nisbatan ma'qul nafl deydi. 2 rakat farzdan hisob bo'lsin, o'ttirdan farzdan tamom bo'ldi. Undan keyin 3-rakat qo'yib kelsa, 3-4-rakat nafl bo'lsin desak, Hanifi mazhabda naflning 3-4-rakatini qiroat qilish vojib. Shundaymi? Ha? Naflda vojib dedi. Farzda zodi keyin tuqadim o'qimaydi. Undan keyin imom qarasak, imom 1-2-rakatda qiroat qilgan bo'lsa, qiroat qilishini zodi shu Hanifi mazhabning shu kitobda bayon qilgan qarashida al-qiroat fil rakatayn ulayn dedi-ku. Endi 3-4-rakatda xolsa qiroat qiladi, xolsa jim turdi, xolsa tasbih aytdi dedik-mi? Undan keyin qiroat qilish 3-4-rakatda imomning haqqida mustahab yoki joizdek bir ish, musafirning muqtadining haqqida farz bo'lgandan keyin
çatak çıktı. Hazır ma'u binal qavi Allah daif bo'lib qoldi. Imomninki mustahab ya joiz deb narsa, meniki farz vojib. Yo'q, vaqt ichida bo'lsa, bu 4 rakatni to'liqlab o'qish vojib edi. Ashundan bo'ldi ketdi. Bundan vaqtning ichida o'qsa, 2 rakat belgilangan farzni 4 rakat o'qisimi kamchilik bor. Lekin vaqt ketgandan keyin pechat urilib, yezib bo'lgandek, uni o'zgartirib olmaydigandek emas. Bu o'tildi bu. Endi hozir o'qsa, 2 rakatdan xuddi uni medilat olmaydigandek ahvol. 2 rakatni tashahhudda o'ttamasa, kim bo'ldi? Namoz buzildi degan gap chiqdi. Tashahhudda o'tadi desak, at-tashahhud fi haqqil musafir fard yoki rukn, muqim imomning haqqida sunnat. Undan keyin ikki tarafdan musafirninki qaviy, imomninki daif bo'lib qoldi. Undan keyin bu bino'l qaviy alni daif bo'ldi demoqchi yana. Asli nafli bo'lishi kerak-da. Lekin ay bino'l qaviy daif bo'lg'achqa nafli bo'lmaydi, ixtilo qilsang bo'lmaydi tegidan deb tushdi. As ixtilo qilsa bo'lsa, ondan nafli bo'ldi. Hozir ixtilo qilsang bo'lmaydi dedi. Yo'q, na tushunishlik. Yani o'zning qoiz bo'yicha doim mantiqiy kelyotdi. Ya'ni shu ritimliq keldi. Hozir musafirning muqimga vaqt ketgandan keyin, ya'ni qazo qilishimizda ixtilo qilsa bo'lmaydi dedi. Nima ish bo'lmaydi dedi o'shama. Chunki Hanifiy mazhabda manda. Madin manda kasil chiqdi. Buni bino'l qaviy Alloh daif degan chetaqqa desaydigan ish bor. Shu bo'lmaydi dedi. Qanda bino'l qaviy Alloh daif bo'lib qoldi bunda. Nerede bakan bu bino'l qaviy Alloh daif? Qayziyatdan desanglar, birinchi tashahhud masalasi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qiroat masalasida ma qaviy ma daif deb uning sababini aniq ko'rsatib qo'ydi. Musafir namozdan vaqtida chodirga to'g'lanmasa, keyin ish kirgan nafsondan ya shu tigidin hozir ixtilo qilib bo'lmaydi dedi. Bo'lmaydi hozir. Naqashi bo'lmaydi. La yuz ya'niki ya namoz vaqtida to'tirga o'qisa bo'ldi. Ha, 2 rakat nabi sallallohu yoki 4 rakatda shu farzga sallanib ketamdi. Ya'ni bu chog'da 2 rakat farz qilgan bo'lsa, 4 rakat bunda to'liq o'qsang, mayli ruxsat, azochilik bor degan ma'no chiqdi. Lekin namozning vaqti ketdi, bo'ldi bunga yug'ishtirib, ishni bo'g'ab, to'midataga shu 2 rakat o'qib ezib ketib qoldi. Ezib ketgandan keyin uni 4 rakat o'qiyman deyolmaydi. Ya'ni 2 rakat yoki 4 rakat. Yo'q vaqtda qilib 4 rakat o'qsam mayli degan chog'da 4 rakat o'qsa 4 rakat hisob qildi. Vaqt ketgandan keyin 2 rakat lam gardinda qilib qolgan. Ma'qul. Bunu 2 rakatini farz hisoblaylar, 2 rakatni nafl hisoblaylar desak, ya'ni kashil chiqdi. Kashil chiqqandan keyin unda hisoblab bo'lmaydi dedi. Bu Hanifiy mazhabiniki qarash ekan. Buni qabul qilsanglar, qilinglar, qilmasang, qabul qilmaysan bo'ldi. Majbur taqdirlash yo'q. Bularni kallasangda bak ishgizga, na jinsiga o'ylab, qo'lashmay qoldi, yerozi qo'lashmadimi ya, ma bizimizda qo'lashmay bo'lmaydi deglik. Boshqalar bularda da ketivergan bo'lishi mumkin. Rasiyada esa Hanifiy mazhab boshda necha qoidani yutib qo'ygan, yutib keyin miyakilib, bu bo'ldi deb qasa, biraylar qilib, bu ma'lum nazarda bu qo'dillar farz tursa, ma'noda qiroat vojib tursa, bu bino'l qaviy Allohday bulaqqa mumdorsa, qoldirilgan. Belki gap qo'yib ketgan bo'lsa, bir so'ng shunda da qo'patdinglar. Ha? hozirgi ruxsat ashuratlar namoz vaqti bo'lsa, Rasulullohning ash qilgashi balki shu chog'da mayli ekanligini ko'rsatishi mumkin. Yoki bunday desak mumkin. Vaqtda o'qsa desa, vaqtning oxirgi vaqtda o'qisa, o'tirib o'qigan bo'lsa, taha lam tatallaq al-wujub unda emas. Danki oxir unda bir bekitib ketgan ahvol yo'q. Shu chog'da 4 rakat o'qisin mayli degan bir azochilik bor. Danki 4 rakat o'qitdi, lekin 4 rakat o'qisa unda ixtiyor yolg'iz o'zi o'qib 4 rakat
o'qisa degan gap yo'q yana. Sen muqimga iqtido qilib qolsang, inna jo'alal imom tammabi fala taxtalifu alayhi deganga asosan agishing vojib degan jihatdan. Yo'qsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam musofir holatda ishkirkat o'qigan. Ya'ni jamoat Makka aholisi bo'lsa 4 rakat to'liqlab o'qigan. Bizga kitoblarda mushu masalani unda tushuntiribdi. Chunki musofirningki farzi ishkirkat muayyanlashib ketdi. O'zgartirib bo'lmaydigan shaklda ishkirkat tutilib ketdi dedi. Nim bilansa muqimga iqtido qilsin o'zgarmaydigan darajada bo'lib ketdi. Esa vaqtida iqtido qilgan bo'lsa o'zgartish mumkin-da. Hozir o'zgartirib bo'lmaydigan holatda. Shuna birinchi o'tirash musofirning haqida farz bo'ldi. Musofirning haqida farz bo'lgandan keyin bu nima deb iboratda iqtidoul muftarid bil mutanaffil. Farzni ado qilayotgan kishi farz tashahhudda o'tadi bu imomi nafl tashahhudda o'tiraqlar. Farzni qilayotgan kishi naflni qilayotgan kishi iqtido qilgandek bo'ldi dedi. Shu o'tirishning o'zida imomlarimizning qarashida binal qawi al-daif la yajuz degan qoidasi bordi. Undan keyin bu bo'lmaydi. Albatta 3-4 rakat qiroat qilish masalasi yana shunda. Qala fa in iqtada bihi fil vaqti atamma as-salat. Shu vaqtning o'zida namozning vaqtida musofir muqimga iqtido qilib qolsa namozni tamomlab o'qiydi. Imom 4 rakat o'qigandan keyin keyingi musofir kishi 4 rakat o'qiydi. Li'annahu iltazama mutaba'atahu. Chunki iqtido qildim hozir imomga degandek yoki mush imomim deb niyat qilgan bo'lg'achqa agishi lozim. قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فلا تختلفوا على أئمتكم وصيرورته متابعا أن يصلي 4. Yani qanda qilgan chaqda buning agashgan bo'ladi olsa 4 rakat o'qisa imomga o'xshash to'liq agashgan bo'ladi. O'z vaqtida yo'q, vaqtning o'zida qilsa 2 rakat farzni 4 rakat o'qsam mayli degan bir holat bordi. 4 rakatni farz deb bunda qaraydi. Vaqtning o'zida. Chunki shuning haqida 2 rakat farz deganni muqimga iqtido qilib qolgan holda 2 rakat 4 rakatga o'zgartiradi degan bir ruxsat bor ekan. Lekin bu binal qawi al-daif emas. Qala fa in amma al-musafir al-muqim sallama ala rak'atayn. Musafir kishi imom bo'lib, muqim kishi jamoat bo'lib qolsa, musafir muqimga imom bo'lib qolsa, musafir imom 2 rakatni o'qib bo'lib salom berdi. Li'annahu tamma fardu. Chunki bu farzini tamomlab bo'ldi. Ham imom bo'lgan keyin birisiga agishish majburiyati yo'q, o'zi erkin. Va atammal muqim, kendiki muqim kishi buning farzi 4 rakat bo'lg'achqa 2 rakat to'liqlab o'qiydi. Albatta keyingi 2 rakatda qiroat qilmaydi. Li'annahu baqiya alayhi tamamu salati. Chunki buning 2 rakat to'liqlaydigan namoz qilib qolgan. Shuni qilib 2 rakatni qiraatsiz o'qiydi. Va yustahabbu an yaqula atimmu salatakum fa inna qaumun safrun. Musafir imom 2 rakatdan keyin salom bergandan keyin namozinglarni to'liqlayinglar. Chunki biz musafir qavm deb qo'yishi mustahab. Hakada nuqila an Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Makka fath qilgan chaqda shunda degan. Qala wal 'asi wal muti'u fi ar-rukhasi sawa. Yani bu mazhabda namozni qasr qilishda qanday safar bo'lsa qasr qilish ruxsatdan bahramon bo'la oladi. Bu qanday turli safarda namozni qasr qilish ruxsatdan bahramon bo'la oladi degan masala. Yani bu mazhabda yani Savri va Abu Savr qatorliqlar mubah safar bo'lsin, nasiyat safar bo'lib qolsin, hammasida qasr qilsa bo'ladi. U safarda qilishga niyati boshqa, bu ruxsatdan bahramon bo'lishi bu boshqa degan. Imom Ahmadning mazhabida faqat Alloh taolaga yaqin qiladigan taat safarlar bo'lib qolsa, masalan haj, umra, jihad, talabul ilm degandek ayna safar taat bo'lib qolsa,
Şuningda qasr qilish ruxsatidan bahramand bo'la oladi musofir kishi. Mubah safar bo'lib qolsa bahramand bo'lmaydi. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakat aşında taat sabırlam qilgan, şu safarda şu qasrdan bahramand bo'lgan. İmam Malik bilan İmam Şafii'ning mazhabida günah ma'siyat safar bo'lmasa mubah olsun yoki taat safar bo'lib qolsin, qasr qilishdan bahramand bo'la oladi deb qaraydi. Ama Hanifi mazhab mishada aşı boshqa jumhurga raddiya bermoqchi. Val asi val muti'u fi rukhas sawa. Bular ruxsatdan bahramand bo'lishda o'xshash. Li itlaqin nusus. Chunki oyat hadislar mutlaq kelgan. Ayri ma'siyat qiladigan musofir bo'lsa, bunda taat ibodat uchun safar qiladigan musofir bo'lsa, qasr qilishga ruxsat degandek bir ayirish yo'q deydi. Minha aşı nususning jumlasidan Alloh taolaning musozi. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Avvala safarda mutlaq ekeldi. Ala safar ta'atin deganda gap yo'q dedi. Va qawluhu fa in khiftum farijalan aw rukbana. Qo'rqib qolsanglardi. Manda safar qo'rqib qolsang degan gap yo'q. Va qawluhu fatayammamu tayammum qilinglar dedi. Tayammumdimi ayrıga ahvol yo'q. Yanında qarasanglar hozir avvala safarin deb fatayammamu deb. فمن كان منكم مريضا على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا يعني قصر آية ده وإذا ضربتم في الأرض ده سافرتم يمان ده والله شدما جنا ما سيطلع الله بامسنا معصوم ممانك آت الدين آخر ده كين كساب سوقسلا على سفر ولم تجدوا كاتبا فريحان مقبوضا مثلا aslında gualt quyash mesela aslında çıkışdan bahramand bulash aslında nimalarga safara ta'a bo'lish kerak degan gap yo'q. Safar bo'lib qolsanglar dedi. Ishga o'g'ramasdan bir o'g'liqqa manab yerini o'ldirsa, o'lgili qilib qolgan chog'da vasiyat qilib qo'ysa, ishkallanga vasiyat qilsa bo'ldi. Yoksa o'g'liq bo'lib ketsa vasiyatdan bekor. Oyatda musulmondan boshqasini guvoh qilib qo'yishga ruxsat qildi-ku. Shama aw akharan min ghayrikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut aw akharan min ghayrikum sizlardan kerak sizlardan emas kafirdan kelgan deyinga. Ya mushu o'xshash nurg'un oyatlar bor. Mushu masal bo'lmasmi umumiylik safar ahvollarda sizlardan bahramand bo'lgan ruxsatlardan bahramand bo'lgan ruxsatga erishishga ahvollar bor. وقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام ولياليها مشاهد استماع المسافر تطلع umum keltirdi. يمسح المسافر للطاعة ينجب يوق دمشي فصار كما إذا أنشأ السفر في مباح ثم نوى المعصية بعده. عند هذا قياس دليل bu nimaga o'xshaydi bo'lsa mubah bir safarga chiqibdi. Bir tijorat qilay, ya sayohat qilay deb chiqib, yo'lda ketib, pul mol o'g'irlashni, bo'lashni niyat qilibdi. Mushu ahvolda qarashchilarmi qasrdan bahramand bo'la oladi deydi. Undan ekan, dastlabdan niyat qilgan bo'lsa, shunga o'xshash deb qaraymiz demakchi. Va amma qawlu ta'ala degan jumhurninki dalili. Jumhurning dalili g'ayra bag'in va la adin degan mushu istisnoni dalil qilgan bular. La dalil qilgan g'ayra bag'in va la adin degan bu istisno buning ma'nosi g'ayra mutaladdidin fi akliha va la mutajawizin qadra darura. Ya'ni safarda gunoh qilish niyatida ma'mum bo'lish kerak degan manda mazmunda emas bu. Ash tamoqni yegan chog'da hayotini saqlab qolish uchun uning noyib huzurlanib yoki hayotini saqlab qolgandek miqdordan oshirib qo'shqin to'yg'izib bunda yeymisan degan gap ma'lum. Va nahnu la naj'alul ma'siyata sababan liruxsa. Biz gunohni bu ruxsatning sababi deb qaramaymiz. Va innama sababu luhuqul mashaqqatin nashi'ati min naql al-aqdami wal harri wal bardi va ghayri zalik. Piyoda ruxsatga sabab bo'lgan narsa gunoh ma'siyat emas. Yo'l yurishdan naql aqlan degan shu qadam bosish, yo'l yurishdan
havoning sovuqligi, bo'ron chapqon, qayamg'o degandek ashuna asldan keladigan jafo mushaqqat ruxsatga sabab bo'lgan narsa. Val mahduru ma yujawiruhu min al ma'siya. Biz to'silgan narsa aşı safarda ketib o'tib gunoh ma'siyat qilish, yo'lda ketib o'tib birga qilib qoldigan gunoh ma'siyat cheklangan ish. Fakana safaru min haythu ifadatihi ar-rukhsata mubahan. Nonikan safarning o'zi ruxsat etilganligi, jafo mushaqqat bo'lganligi jihatdan bu o'zi bir mubah ish. Lianna dalika mimma yaqbalu al-infisal. Chunki bu ayrib o'tish mumkin bo'lgan narsa. Safarni ayrim, gunoh ma'siyat niyatini ayrim, ikkisini aralashtirib ayrib qarag'ili bo'lgan ishlarning jumlasidan. Qala wa'lam anna al-awtana thalatha. Bilginki vatanlar 3 turlik bo'ldi. Asliyun va yusamma ahliya. Asli muqim turadigan juti. Bu o'zi oila tavobiati, oilasi turadigan joy degan ma'noda. Vatani. Va huwa allazi yastaqiru al-insanu fihi ma'a ahlihi. İnsan o'zining balchaqlari bilan muqim turadigan, ya'ni ko'chib ketmayman deb joylashgan diyori. Va zalika la yabtulu illa bimithlihi. La yabtulu illa bimithlihi degan shu joydan boshqa shaharga butun balchaqlarni elib ko'chib chiqib, ashada muqim turma deb bir yerga makallashsa, mushunga o'xshash bir asli vatandan birisini paydo qildi deb shu chaqdan asliga beka bo'ldi. Va huwa yantaqala ila baladin akhara bi ahlihi bi azmil qarari fihi. Yani yaptulu bi mithlihi degan balchaqlarni ilib boshqa bir shaharga yo'tkilib shu joy turma deb qolsa, o'sha Xotandan, Qashqardan, Aqsudan Urumchiga chiqib, uydan birini ilib balchaqlarlar o'sha o'tirib, bolalarni o'sha maktabga berib, tijorat ish o'qitishni o'sha qilsa, shu vatan asli bo'lib ketdim. İcra o'tasimi shunda. Chunki hozir 20-30 yil ijara o'tirib ketganlar bor. Lekin balchaqlarni ilib muqim asha turadigan ish o'qitishda boshqa ketmay asha turadigan holatda bo'lsa, vatan asli bo'ldi. Ala tara annahu sallallohu alayhi vasallam ba'da intiqalihi min Makkah ila al-Madinati samma nafsuhu musafira. Qaramam sa'id. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilib chiqib ketgandan keyin o'zini Makkada musafir deb qaradi. Haythu qala fa inna qaumun safrun. Makka fath bo'lgan chaqda Rasululloh imom bo'lib namoz o'qigandan keyin shunday degan. Ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning uy qo'ruq joylari muqammagan, tog'lari setib fayzlagan. Undan keyin shunda bir shaharga to'liq ko'chib chiqib qolsa, shu shahar vatan asliga aylanib ketib, burunqisi amaldan qoladi deydi. Va thani vatanu iqamatan, ikkinchi turlik vatan azroq turadigan vatan dedi. Va huwa alladhi yadkhuluhu al-musafiru fa yanwiya an yuqima fihi 15 yawman. Berib 15 kun turish niyat qilgan shaharni vatan iqoma deb ataymiz. Va yabtulu bil asli li'annahu fawqahu. 15 kun turman deb berib, ya shu joyda obdan shakem bu deb o'ylanib, do'konimni tijoratga turib ketaman deb qolsa, bu vatan iqoma, vatan asliga o'tkirib ketdi. Yoki u shahni 15 kun turman deb bu bo'lmaydigan ekan deb uni tashlab chiqlam, boshqa bir shaharga berib, shu joyda shunda o'ylab, oila qilib, o'tiraqlashib qolsa, bu vatan iqoma shu joyda oyoqlashgan bo'ldi. Ve bil mumatil degan 15 kunlik bu shaharda turman deb berib 15 kun to'shqizmaylam boshqa bir shaharga o'tkazib ketibman, unda 15 kun turman desa, ma vatan iqomadan qilib qilib, yangi bag'on 15 kun turman degan joy vatan iqomaga aylandi deydi. Li tarayanihi alay. Chunki an o'rniga madasi demak. Tarayan degan yangidan paydo bo'ldi. An ustiga madasi demak. Bu vatan iqoma 3-chi bir shulammo beka olib ketdi. Ya'ni bi insha is-safari vatan iqomani tashlab men safarimni davomlashtirib ketaman deb minib ketaversa, 15 kun turman degan joy 4 kun turiblam oldirib ketib qolsa, bu vatan iqomini qilib qoldi dedi. Li munafatihi al-iqoma. Chunki
safarga chiqib kelsa iqoma degan narsa bo'lmaydi. Hani bu da ba'zi bir ishlarni tushunish qulaylashtirish uchun qilgan taqsimot. Bunda taqsim qilmasimi odatda shu yuqori bayon qilgan akamlar yetarli aslida. Shu ba'zi ulamolar vatan asli vatan iqomada vaqtliq 15 kun va undan ko'proq turib qaytib hozir viza saqma 15 kunlik berdi-ku o'zini. Yaşım şu an bir mazhabniki ona 15 gün diyen müşrikninki şu tesiri. Mesela Türkiye vizası 15 günlük var. 13 günlük ya 18 günlük var. 15 gün diyen bir gap var. Lekin 3. türlüki de vatan süknada. Yani ki bunda vatanını ayırgan ulemalıma vatan süknada ayırmayalım ba. Ve thalisu vatan sükna 3 günlük vatan diyendek. Vatan değişim ketmez aslında. Ve huve en yuqimel insanu fi merhaletin aqalla min 15 yevma. Merhale dabto fi mekanin deyimizim. Fi mekanin. Yani fi gayri beldetihi desek doğru buldu. Özünün vücudundan başka bir cayda 15 günden az turib qalsa bu vatan sükna dili doğrudur. Ve yabtulu bil evveli ve thani. Elbette vatan süknan tashlablam juda ketib qolsa bulda beka oldi. Ya kishi dobdayakan da boshdan o'qib kelsa vatan süknadan vatan asliga aylanib ketdi. Ve thani 15 kun turman deb qolsa vatani iqomaga aylanib ketdi. Yani ondan 15 günlük turgan başka şagiga ketib qolsa bu amaldan qilib bağın joyi vatani iqoma bo'lib ketdi. Va bimithlihi li tarayanihi alayhi. Yana mesela bir hafta turman deb bağın joyin 2 kun turiblam tashlatiblam boshqa joyga o'tkazsa bu vatan sukna beka bo'lib yana bir bağın joyi vatan sukna bo'ldi demak. Va bayanu da'fihi adam vujub as-sawm. Bu vatan sukna degan bak ojiz dedi. Vatanninki en aciz türe, en tuvan türe. Bunun ispatı adam vücubu savmi. Çokum rıztuşun vacib deyen gap yok. İhtiyarlık var demekçi. Ve itmam-ı salah. Yani adam vücubu itmam-ı salah demek. Namazda çokum tuluk okuşun lazım deyen gap yok. Şimdi vatan bulab qalsa, anda tuluk okuşu lazım teşin ama rıztuş lazım te. Yani bu en acize dedi. Lekin Hanefi mazhabidagi ko'pchilik ulamolar 3ga ayirmay 2ga ayiradi. Vatan asli, vatan iqoma. Ya'ni qulay tushunish bo'lsin deb paydo qilgan istilohim. Unda ortiq emas. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk.